Qachonki vaziyat keskinlashsa, insonlarning asli ochiladi. Ya'ni vaziyatning keskinligi insonlardagi boshqa qirralarni, ya'ni asl xususiyatlarni ochib berishga yordam beradi degandilar. U vaziyat keskinlashishi nima degani? Ya'ni shunday vaziyatki, o'sha vaziyatda insondan sadoqat talab qilinadi, insondan vafo kutiladi, insondan himmat, oliyjanoblik, fidokorlik va kerak bo'lsa qurbonlik ham qilish kerak bo'ladi. Mana shunday vaziyatda sizni oldingizda juda ko'p da'volarni berib turgan insonlar, masalan, sizni demasam o'laman, sizsiz yasholmayman, sen meni eng yaqin qiyomatli do'stimsan degan insonlar o'zlari qilgan da'volariga tura olishadimi yoki yo'qmi? Mana shu narsa oydinlashadi.